Demak, necha yoshli bu olxo'r? 2 yosh. 2 yoshli olxo'r 24-yilda kelgan. Birinchi kamchilik shtampalardan qo'yilgan. 70-80 ga chiqarib yuborgansizlar. 70 qo'ygan. Ikkinchi kamchilik buni yozda erta bahorda qishki kesdi, kuchli kesib qo'ygansizlar. Masalan, men bunga teparoqdan kesaman. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz buni yonga ochishimiz kerak. Bu gulkurt aniq shoxchalik kerak emas bizga. Olamiz. Tashlaymiz. Bo'ldi, qotirdik, ko'rdinglar? Ichidan terib olib tashladi. Endi 5 ta kurtaga qoldirib tashqaridagi barlarga qo'yib kesamiz. Ko'rsating, tashqaridagi barg mana bu. Birinchisini oldik. Ko'rdingiz, tashqariga bunday o'sadi. Qolgan tekislaymiz, mana shuni tekislaymiz, mayli, bir xil qilib. Hammasini urib chiqamiz. Hamma yosh buyilib o'sgan modellar hammasi qaychi tegish kerak. Shunday. Kelishga bo'ladi. Bu shu yerdan urib chiqadi 2-3 ta. Bu yerdan uradi 2-3 ta. Bu yerdan uradi 2-3 ta. Hammasi ko'paygandan keyin kuzda bitta kiramizda ichidan keragini tanlab yana chiqarib tashlaymiz. Shunda qolgan gulkurtlar pishadi. Xudo xolasa bu yerda hosil bo'ladi. Endi bu tabiiy o'zi bizga yaxshi, mana bashdan keskin deyapti. Mana buni olamiz. Buni shu yerdan uramiz. Ko'payadi. Bu yerda. Xo'p, buni olamiz. Ichidagi kurtalarni olib tashlaymiz. Shoxchalarni biz chunki uni mana pastdagi gulkurtalarni to'xtatib qo'yadi agar ichini olmasak biz. Uzun shoxchalar hozir yana dal endi uzun qo'yilganiga ko'rinmaydi natija. Xudo xolasa ko'rinadi lekin. 4-5 ta kurtaga qolsa tashqariga qo'yib kesamiz ularni, mayli. Uradi mana bitta, 2 ta, 4 ta, 8 ta, 10 ta bo'ladi. Dalish mana bilib pishishni boshlaydi. Buni mana uzunlar ko'rdinglar? Bularni olamiz. Oldik. Olib tashlab. Endi 5 ta kurta. Kesamiz. Kesib tashlaymiz. Bo'ldi. Urib chiqadi. Endi buni. Hop. Bu ichida o'syapti, olamiz. Ichida o'syapti, 4 ta qoldirib oldik. Endi 5 ta kurta taxminan mayli. Qolganlarni shunga tekishlab yuboramiz. 4 ta 5 ta bo'ladi-da. 4 ta 5 ta bo'ladi. Bunda buni bir tekis o'ramiz, 2 uchtaliklarni hammasini. Oldik. Hammasini kesib qo'ymasam bo'ldi, hech qanaqa. Tak, bu yoqda. Buni olamiz. Ichidagi kurtalarni olib tashlayman mana. 5 ta tashqariga qarab bag'ridagi kurtalarga olamiz. Xudo xolasa hammasi testdan o'tgan, yaxshi ishlagan natijalar hammasi. Mayli, shuncha qo'rqmay olaveradi, bo'ldi. Shox ko'paytirib olamiz. Bu yerga oziqa, yana oziqa. Tegidan faqat, bargidan har xil narsalar kerak emas, mayli. Kesib bo'lganimizdan keyin bular, ya'ni odam shilinsa, qoniydi, nimadir bo'ladi. Bu yerda obработка, dezinfeksiya qilish kerak, ya'ni shunga o'xshab yengil kaptan sepib yuboramiz mashinani o'ziga, mayli, yaralarga yopish uchun. Bu asosiy qilinadigan shu. Bu ikki yosh daraxtlar uchun xuddi shu ish qilinadi. Biz pastlardan kesishimiz kerak, mana joyidan olib ketamiz endi. Buni bugun boshlaylik. Bugun erta boshlaylik, mayli, biz payt keldi. Olxo'ri daraxtini olib turibmiz, Stanley navi, o'zingizga ma'lum Stanley navi. O'ziga xos xususiyatlaridan biri -30 gradusgacha daraxt gulkurtalar o'lmaydi. Birinchi plyusi. Ikkinchisi, ho'l holatida sotish mumkin. 30 tonnagacha, 35 tonnagacha hosil ola olamiz ho'l holatida. Uchinchi xususiyati, qoqa qilib sota olamiz. Quruq meva sifatida ketadi. To'rtinchi xususiyati, danagidan ajraydi quriganida. Shunda bitta bosishimiz o'zida danak ajralib ketadi. Bu degani biz bozorga danaysiz olxo'ri mevasini quriganini bera olamiz. Endi men ko'p aytaman, danali mevalarda o'rik, olxo'ri, bodomda, gilosda ham shiko usuli bor, kesishi. Ya'ni hozir bu yerda shiko usuli o'tib ketgan. O'sha shiko usulini hozir kesib ko'rsatib beraman. Tasavvur qanaqa hosil bo'lishini ko'rasizlar. Demak, boshlaymiz. Bu yerda endi daraxt tartib kesilgan, ya'ni tartibsiz kesilganligi sababli ichkaridagi gulkurtalar o'lishni boshlayapti. Ya'ni o'rtaroqlarida, ya'ni qator o'rtalarida juda ko'p o'lishlar. Shuni kesamiz. Qaranglar, demak, lider, mana bu lider tanlaymiz shuni hammasini. Da buni keyin boshlaymiz. Ya'ni shu yerdan kesamiz, ya'ni mana mevasi yo'q qismini olib tashlayapman mana. Ko'rdinglar. Shu qism shiko qismi, mana mevali qism ko'rsatasiz, shu yerda mana. Mevali shiko qismi mana shu bo'ladi. Endi yuramiz. Mana bu yerda bir-biriga urushyapti daraxtlar. Olamiz mevasi bilan, mana shuncha meva qolyapti. Bu yoqda endi. Buni olamiz. Mana bu yerda ham ikkita raqobat ketyapti, ikkita lider. Bizga raqobatchi kerak emas. Yonidagi sherigini bo'ynini olamiz. Ya'ni bu yerdan olib tashlaymiz. Mevasini saqlagan holatda daraxtni yozgi kesishni birinchi etapini boshlaymiz. Chunki ichkaridagi pastdagi gulkurtalarni pishirish uchun.
Endi buni boshlaymiz. Oldik mana. Bu yerda yo'q yo'nalish berib olamiz. Ichkariga kirishni boshlaymiz asta. Mana bu o'rtadagi qism daraxtni bu orqa tomoniga to'liq soya tashlayapti. Shuning uchun buni kesamiz mana. Oldik, tepadan qismini olib tashlaymiz. Yo'qdan ham buni olamiz. Ochildi bu yoq qismi endi. Daraxt atrofida ko'paytirib aylanib yurib kesishimiz kerak biza. Buni olamiz. Mana bu yerda 2 litr bir-biriga raqobatchi olib tashlaymiz. Bundan olamiz, mevasi qoldi bu yoqda. Yuqori qismda buni to'g'rilaymiz. Endi bu tomonga o'tamiz daraxtni. Zit ora olamiz. Bu yoqda buni. Ko'rasizlar, ikkisi hammasi raqobatchi bir-biriga. Ko'p. Mevadan qaytarib shuni shu qismlardan uramiz. Bu yerda mana o'rtasi dushlan qoldi. Demak, ichkarida endi bu yoqqa yordam beramiz. Endi ya'ni buni orasi yaqin ekilgan buni. Shuning uchun yurib to'xtatib turamiz, kesmaymiz va orqaga qaytib kirib buni bu qismini olamiz. Mana bu o'rta ochildi mana. O'rta qismi ochilyapti mana. Ya'ni shamol aylanishi kerak deydi hamma, quyosh tushishi kerak. Biz uchun asosiy quyosh tushishi maqsad. Ya'ni haligi holati tepadagi litrlar hammasini qisqartirib chiqdi. Va endi mana o'rtadagi oxirgi litr kiyamiz mana. Mevasi bor qismi shu yerdan qaytarib uramiz mana. Bu yerda mana 2 litr turibdi. Bir-biriga raqobatchi. Demak, buni olamiz. Ketdik mana, hammasi mevasi qoldi. Endi keyingiga kiramiz biz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana shoxlar bor edi. Ularni oldik.